Marhabo. Tasavvur qilaylik. Siz 60 yil umr ko'rsangiz, agar kuniga 8 soatdan uxlasangiz, 60 yilda 20 yil uxlagan bo'lasiz. Tirikchilik uchun ham 8 soatdan ketsa, 20 yil ishlagan bo'lasiz. Yoshligingiz uchun 15 yil ketgan bo'lsa, agar bir kunda 2 bor dasturxon ustida yarim soatdan o'tkazsangiz, umringizdan 3 yili taomlanish uchun sarflabsiz. Uyqu 20 yil, tirikchilik 20 yil, yoshlik davri 15 yil, taomlanish 3 yil, jami 58 yil. Buni 60 yildan ayirsak, 2 yil qoladi xolos. Qur'oni Karim 600 betdan iborat. Har kunga 5 vaqt namozdan so'ng 4 betdan Qur'on o'qisak, bir oyda xatm qilar ekanmiz. Marhabo. Ey birodar, ibodat uchun qancha vaqt sarf etdingiz? Hisob-kitob kunida Alloh taologa umringizni nimaga sarf qilganingiz haqida nima deb javob berasiz?